19 bab. Şunundan keyin erişte nurgun halayiqning vaqrashlarıdak bir ovozini angladim. Ula, hamdu sana, nicatlık, ulug'luq ve kudret Xudoyimizga mansubdir. Chunki uning hukmlari haq ve adildir. U yeryüzini öz zinosi bilan buzgan donliq poyishini so'roqqa tortib, öz xizmatkorlarining qinining intiqomini oldi, deyishadi. Ular yana hamdu sana, poyishni o'rtgan o'tning istaklari purqiraydi abadil abad, deyishdi. 24 yetakchi ve 4 tirik maxluq yegi bosh qo'yib, amin, hamdu sana, deb taxtda o'tirgan Xudoga sajda qilishdi. Uningdan keyin taxtdan ko'tarilgan bir ovoz mundaq dedi: Ey Xudoning butkul xizmatkorlari, uni cho'nqur hurmatlagan katta ve arzimaslarning hammasi uni madhilanglar. Ondan sularning shaqirshiga, qattiq guldirmomining guldirishiga ve nurgun haloyiqning ovoziga o'xshash bir ovozni angladim. Ula, hamdu sana, hammaga qodir Parvardigorimiz Xudo hukmrondir. Shod-xuromlik bilan tantani qilayli, uni madhilab ulug'layli, chunki qo'zining to'y kuni yetib keldi, qiz o'zini tayyor qildi. Uningga kiyish uchun pokiz ve yaltirab turadigan esil kandir to'n berildi, deb vaqrashdi. Esil kandir Xudoning muqaddas xalqining xayrlik ishlariga vakillik qiladi. Ondan farishta manga munu so'zlarni xotirlab ol. Qo'zining to'y ziyofatiga taklif qilinganlar ne kadar baxtlik, dedi. U manga yana bular Xudoning haqiqiy so'zlaridir, dedi. Uningga sajda qilish uchun oyig'iga bosh qo'ydim. Lekin u hergiz unda qilma. Menmu Xudoning sen ve Aysoga guvohlik bergan qarindoshlaringga o'xshash xizmatkoriman. Xudoga ibodat qil. Chunki Ayso Masih haqida guvohlik berish Xudoning vahiysini yetkazishning haqiqiy vahiyatidir, dedi. Uningdan keyin osmonning ichilganligini ve u yerda turgan bir oq otni ko'rdim. Otga minguvchining ismi Sodiq ve haq idi. U adil hukm ve adil jang qiladi. Uning ko'zlari yalqinlab turgan o'tqa o'xshatdi. Beshida nurg'un toji bor bo'lib, badiniga o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan bir ism yozilgan edi. Uchisiga qonga milangan to'n kiygan bu otga minguvchining ismi Xudoning kalomi edi. Pokiz ve oppoq esil kandir to'n kiygan arishdiki qo'shinlar oq otlarga minib, uning kaynidan egishib kelyotdi. Uning og'zidan har qaysi xalqlarga zarba berish uchun o'tkir bir qilich chiqib turadi. U xalqlarni to'mir kaltak bilan boshqaradi. U Xudoga qarshi turg'uvchilarni xuddi üzümlarni sharob ko'lchigida dassab mijig'andek hammaga qodir Xudoning o'tliq g'azabi bilan halok qiladi. Uning to'ni ve yotsida podsholarning podshohi ve Rablarning Rabbi degan nomi yozilgan edi. Ondan quyoshning ichida turgan bir farishtani ko'rdim. U osmonning qarda uchayotgan barliq qushlarga qattiq ovoz bilan kelinglar, Xudoning katta ziyofatiga yig'ilinglar. Podsholarning, sardarlarning ve qudratlilarning, shundoqla otlarning ve uningga minganlarning, qullarning ve hörlarning,
katılarning ve erzmeslerning göçlerini yangla, dedi. Onundan keyin diva dünya podshohlari ve ularning lashkarlarining otga minguvchi hem uning qo'shini bilan jang qilish uchun jam bo'lganligini ko'rdim. Diva ve uning vakolatan mo'jizalar ko'rsatgan soxta payg'ambar ikkilisi tutildi. Soxta payg'ambar shu mo'jizalar orqali tenida divining belgisi bo'lgan hamda divining haykaliga cho'qilganlarni ozdirib yugan edi. Ularning har ikkilisi gungut yeniyotgan o't ko'liga tirik tashlandi. Ularning lashkarlari otqa minguchining og'zidan chiqqan qilish bilan chepildi. Bütün ushar qanotlar bularning go'shtini yeb to'ydi.